Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan aviakassa Surxon xodimi Jahongirjonman. Xudo xohlasa aeroport Pulkovodamiz. Hurmatli yurtdoshlar, hammani Navro'z bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Kimki nimaga niyat qilgan bo'lsa niyatlaringiz yetishaveringlar. Hurmatli yurtdoshlar, Sankt-Peterburg, Buxoro, Sankt-Peterburg, Farg'ona yo'nalishlari bo'yicha aviaqatnovlarimiz ketyapti. Hurmatli yurtdoshlar, pasportlaringiz suroklariga qaranglar. Mana bu yerda hozir yosh bolaliklar qolyapti Farg'onadan. Pasportini so'rovga o'tib ketgan. Именно o'sha havo yo'llarining kompaniyasidan olingan bilet. O'shalar ham xatolik qilgan. Bunga o'zlari javob berishadi agar yozsalaring. Keyin Qanot Sharq kompaniyasi hozirdan, ya'ni bugundan mana shu reysdan boshlab kilogrammi 600 rubl bo'ldi. Keyin 23 kilo bagaj 5 kilo ruchnoy qilib qo'ydi. 23 kilo bagaj 8 kilo edi. Hozir mana shu bugundan boshlab hozir mana shunaqa qilib qo'ydi. O'shaning uchun hurmatganda ham e'tiborli bo'lasizlar. Lishni olib kelmaysizlar. 600 rubl. 600 rubl. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aviakassa Surxon xodimlari Rossiya territoriyasida aviaqatnovlar bo'yicha, Rossiya bo'yicha yangiliklarni shu kanalimizda ko'rasizlar. Podpisatsiya bosib, like bosib, kengroq tarqatib qo'yasizlar degan umiddaman. Iloji boricha bizlardan bilet olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz telefon raqamlarimizga bog'langan holda bilet xarid qilishlaringiz mumkin. Yozasiz yoki nomerlarni saqlanib qilib Telegram, WhatsAppdan yozib aloqaga chiqaverasiz. Xizmatdamiz. Hammaga rahmat. Kuzatishda davom eting.